holatda yopilgan ekan. Bundan bilishimiz mumkinki, bozor hali beri o'zini soperativliniyasini topgani yo'q. Mana bu joyda bir marta soperativliniya zonasini topgan, lekin bu joydan mana bu oliy time frame'dagi svechamiz yuqorida yopilganligi uchun bu joy bizga kelgusida поддержка vazifasini o'taydi. Qaysiki narx mana shu joyga agar qulaydigan bo'lsa, narx bu joydan reaksiya olishni boshlaydi. Просто tak bu joydan o'tib keta olmaydi. Va mana bu joy soperativliniya bo'lgan bo'lsa, mana bu joy поддержка va soperativliniya zonani oralig'ini doim range zona deyman sizlarga. Bu joy range zona oylik time frame'da albatta. Chunki mana bu joyda soperativliniya, mana bu joyda поддержка bor. Buni oralig'i albatta range. Bu joyda soperativliniya ekanligini qayerdan bilyapman? Bu narsa to'g'risida ham batafsil ma'lumot berishga harakat qilaman. E'tibor beringlar, mana shu joyni chizaman. Bu joyda bitta bычий svechamiz turibdi va bitta mana bu joyda medveji svechamiz joylashgan holatda turibdi. Keyingi svechamiz ham medveji ekan mana bu holatda. Undan keyingisi bo'lsa, bычий holatda mana bunaqangi ko'tarilib ketgan. Soperativliniya zonasi hosil bo'lishi uchun bitta bычий svecha, bitta medveji svecha yonma-yon joylashgan va ikkalasini ham yopilgan holatda turishi, ya'ni mana bu svechani ham umri tugagan, yopilgan. Yangi svechalar ochilib ketyapti, уже tarixga aylanib bo'ldi. Всё, mana shu joy soperativliniya zonasi hisoblanadi. Поддержка zonasi bo'lishi uchun bitta medveji va bitta bычий svechani yopilgan holat. Всё, mana shu joy ham поддержка zonasi. Soperativliniya va поддержка zonani oralig'i hozir aytdim range zona.